السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في Assalomu هذه alaykum va الحلقة rahmatullohi va عن barakatuh. وصفة علاجية Bugungi safarga استخدمناها في ko'rsatuvimizda vasiy الخلطة muolaja haqida الرومية bo'lib, والخلطة ushbu muolaja الفلفلية، xoltat rumi, ya'ni وهي rumi تطبق aralashmasi deb للمسلم nomlanadi. الرومي Va bu المفسد aralashma والمستعفى. tushlarni ta'bir qiluvchi Sheyx ذكر أهل Ibrohim العلم Rumiyga حكمته tegishlidir. Bu aralashmani o'z ovozi وعللها kasetalarida وأضرارها zikr qilib o'tganlar. وفوائدها Bu المعروفة. muolajani وكما ruqyachilar va سنذكر في bemorlar هذا ham qo'llab الحديث ko'rgan. السابق Haqiqatan ham bundan natijalar أننا bo'lgan. نستخدم Biz ilgari tuzni الملح alohida, sindirni وسائر alohida الخلطة ishlatardik. مثل Sheyx هذه الأمور. esa o'z جاء في tushlarida القرآن tafsir qilingan muolajani أنه ommaga هذا taqdim العلاج qildilar. Bu رؤية tushda قصة 1 طويلة kilo maydalangан sidr bargi المهم va 1 kilo بكيلو tuz va 1 سدر، kilo achchiq كيلو tosh سدر bo'lganini مطحون، aytdilar. كيلو Xullas سدر bu مطحون، hammasi maydalanadi وكيلو va bir-biriga مجلس، aralashtiriladi va وكيلو yakunda 3 شبت، kilo bo'ladi. Hammasi ويسمى keyin 7 qismga bo'linadi. تقريبا يقولون شبت Taqriban الفؤاد 430 أو grammdan to'g'ri keladi. السدر. So'ngra har وتطحن kuni mana shu وتأتي في qismlardan قاع bittasini oladi-da, واسع، 3-4 تصب litr 3 كيلو suvga تقول soladi. تقسم 7 Biroq أجزاء، suvini يعني miqdori mana تقسم buncha الفؤاد bo'lsin تقريبا deyilmagan. 130 جرام. Yana ba'zilar تقسم suvga رأسه dam solingan bo'lsin وتوضع deyishganlar ham كل bor, من هذه lekin الأقسام قسم، suvga dam urilsin deyilmagan. وتوضع Rumiyni فيه 4 aralashmasini لتر ماء، aslida. 4 لتر Bu ماء aralashmani suvga يغسل به solingandan المعالق. keyin ozgina muddat أفضل العناية aralashtiriladi أيضا يكون va داخل ushbu suvga كوب bemor أو yuvinadi. كذا أو Shom كذا، bilan asr ثم vaqtini oralig'ida يتقلب yoki kuftondan إدراج keyin. هذا Boshqacha qilib aytganda, المسحوق asrdan في هذا kechaning الماء so'nggi إلى vaqtigacha, الهواء، lekin shom vaqti bilan ثم xufton يغتسل vaqtini به orasida esa mumkin emas. بالبريد، Uyda بريد faqat parallel المسحوق antenna بالماء kanallarini البريد o'zida jamlaydigan العصر va yana والمغرب musulmon فقط، bo'lmagan odamlar غير العشاء. bo'lmasligi kerak. Tush shunday tafsir بين العصر qilingan. والمغرب أو Aralashma بعد bilan العشاء yuvinish أيضا davomiy يجوز، 7 kun أو بمعنى آخر ketma-ketlikda من العصر komil bo'ladi. إلى Yana الليل har آخر kuni الليل، sadaqa qiladi. لكن بين Sadaqani المغرب miqdori والعشاء xohlaganini beraveradi. 1 riyol يغتسل yoki به 2 riyol 7 farqi أيام yo'q. متواصلة، Xoh har kuni bersin yoki 7 kunlik وما davomida يكون bermoqchi الجنب bo'lgan sadaqasini miqdorini والرحم hisoblab, bir kuni biror muhtoj لأحد faqir insonga bersin. القنوات، Bunda وما biror يكون nojoiz فيه bo'lgan o'rin yo'q. دم كفار. Bu aralashmada Alloh وإذا أخذ taoloning izni القسطرة bilan ما يكون فيه unda دم o'z كفار، ta'siri bordir. يتم Biz الاغتسال buni 7 أيام 20 متواصلة، yildan yoki 18 yildan ويتصفح beri qo'llab المأخوذ kelamiz. له بشيء بسيط Bundan رياش 100% ليمون foyda olganlar yoki وخل، إما 50% يخرجها yoki يوم يوم أو 30% يجمعها في foyda 7 olganlar bor. أيام، Va ba'zilar قيمتها menda hech nima 24 o'zgarmadi, ريال hech narsa his 15 qilmadim قرش. deganlar ham bor. لا Chunki بأس bu ish بذلك. sabablardan bir sababdir. هذه الخلطة لها Biz buni تأثير sehr بإذن الله sabab تعالى، shol bo'lib وجربناها qolgan أكثر yosh من qizda tajriba 20 qilib سنة أو ko'rganmiz. U 18 سنة، muolajani 7-kunida جربناها oyoqqa turgan. ومنهم من U استفاد sehridan aziyat chekkan edi. Uzoq muddat muolaja بالري، qilsa ham. ومنهم من Bu استفاد aralashmani qo'llab 30% 30% ko'rganida أو 5 أسبوع 7-kunda oyoqqa ماشي turdi. على الثلث Yana الأول أو bir العشر، kishiga إلى tegishli أنها bo'lgan صارت arab ot مجازفة. hayvonida ham sinab ko'rdik. جربناها Ot على egasi اللسان مشلول، kelib xuddi قامت otasi في اليوم haqida السابع gapirayotgandek 13 مرة، gapirar edi. كانت Kecha بردان judayam kasal edi, وتعبت rosa oldida وبعلاج yig'ladim طويل dedi. استخدمت الخلطة، قامت في اليوم السابع الحمد لله. جربناها في خيل عربي لشخص جاء يشتكي، يتكلم كأنه يتكلم عن والده، يقول والبارحة كان يعني مريض جدا Keyin وبكيت Istobil deb عنده. qoldi. Istobil قلت ot ماذا يقول؟ yashaydigan قال otxona edi. إسطبل. قلت إسطبل Men ماذا؟ aytdimki, إسطبل Istobil, مكان nima, kim أبيت haqida فيه. gapiryapsiz deb so'radim. قال لي Shunda إسطبل. قلت u إسطبل ماذا؟ uyimdagi ot أليس haqimda تتكلم dedi. ولا تتكلم Men عن yig'layapsizmi والدك؟ desam, قلت ha, وتجي yig'layapman dedi. وأتعب. Keyin bu mani هذا oldimga kelib يستخدمني raqslarga يرقص tushardi. Men رقصة، uni ot musobaqalariga olib ويدخلني في chiqardim. سباقات. Hozir bilmayman nima yuz الآن ما berganini. أدري ماذا حدث له، ربما To'satdan bir مفاجأة musobaqadan في keyin سباق. kasal bo'lib, ovqat أصبح مريض yemaydigan, لا harakat يأكل qilmaydigan bo'lib, ولا tanasi يتحرك jarrohlik pichog'i bilan وجسمه kimdir qasddan قتيل kesgandek bo'lib وضرب qolgan edi derisi. بسكين أو مطرقة Bormagan joyimiz وأخذ qolmadi. ويعاني، Veterinarlarga ham olib bordik, dorilar وذهبت berdik, لأطباء juda ko'plab بيطريين pullarni sarfladik. والمؤسسات Natija الحيوية bo'lmadi دفع dedi. عليه آلاف Men unga ولا yeydigan نتيجة. ovqatidan mani قرأت oldimga olib في kelinglar طعامه، dedim. قرأت في Keyin طعامه men وعليه uni ما أقول. ovqatiga dam urib أعطيته qo'ydim الخلطة، قلت va له ابدأ aralashmani بعد berdim. كذا So'ngra ساعة. 5-kunidayoq ذهب بعد 5 keyin أيام menga يقول والله telefon ما في أي qilib, شيء، "Sheyx, كأن Allohga الجروح qasamki, التأمت kesilgan فيها jarohatlar go'yoki o'zini وأكل o'zi bog'lab معاه في هذه tuzatib الأيام qo'ygandek va yana واستقبلني ovqat yeyishni ham بحب boshladi" dedi. ويرقص رقصات Bugun mani متواصلة oldimga kelib ilgar بسببها. raqsi kabi raqsga عموما tushdi dedi. وهناك Shunaqa. أناس يستخدمون حتى Hattoki في buni insonlar السرطان بالنسبة saratonda ham للتهاب qo'llashgan. الفقرات. Xossatan إذا جاء ayollarni ko'krak في saratonida. حالتين Ikkita holat وحالة bo'lgan. Bittasida bir ayol مرتقبين saratonni يبقى boshlang'ich davrida فضيلة bo'lgan. الشيخ Bizdagi الحمد لله elektron وأثنى pochtamizga عليه وماشي jazakalloh xayron الحمد لله sheyx, فضيلة alhamdulillah, Alloh بعد menga shifo استخدام berdi. الرقية Ko'kragim واستخدام olib هذا tashlanmadi. Ruqiya va rumiy aralashmasidan الدور keyin deb yozgan. Va والتجارب bu borada والنتائج tajribalar, ishonchli الواضحة xabarlar عندنا. o'quvchilarning huzurida باقي ochiq مسألة هامة ravshandir. ما هي؟ Yana bir بعض muhim الناس eslatma يأخذ qoldi. خلطة Ba'zi الرقية odamlar ويضع rumiy معها زعفران، aralashmasiga zafaron أو qo'shadi يضع معها yoki شيبات، boshqa narsani يضع qo'shasan معها yoki yana boshqa narsani وأتأمل وهو qo'shasan, يقرأ في boshqasi
uksiz qo'shasan, yana boshqasi suvga dam urgin deb aytgan va shunga o'xshash gaplar.
Yana bittasi hammomda yuvinmagan. Xullas, aytamizki, bu gaplar o'ylab topilgan va qo'shimcha qilinganlarning gaplaridir deymiz. هكذا لفلان اتركه باسمه بهذا الشكل اتركه باسمه بهذا Biz الشكل خلطة aytamizki, الرومي bu تكون rumiy هكذا aralashmasi bir يدخل insonga الإنسان tegishli. حمام يأخذ Buni o'z holicha bayon الماء qil deymiz. يعني خلط هذا Bemor rumiyni من aralashmasini الماء bir idish يأخذ suvga solib va المقدار uni أو aralashtirgandan أو keyin cho'mich yoki biror idish bilan الإناء foydalanib, aralashma ويشم suvdan على olib جسم boshdan qo'yadi. الجسم كامل Ba'zi بدون ayollar يستخدم boshdan قالوا quymaydi, هذا sochga zarar صحي beradi deydi. أو غير صحي Yo'q, unday emas. حتى يخرب Men الشعر hozir qachon الزائد zarar berishini ham يأخذ aytib o'tib الماء ketaman. ويصب على كل الجسم Xullas, يصب على barcha كل joyiga الجسم quyib يصب على yuvadi, الجسم badanini ينتهي barcha qismiga بكمية va نصف bu suv دقيقة أو tugagandan keyin دقيقة ثم yarim yoki bir تغسل daqiqadan keyin بالماء sovun, أو shampunlar بالشامبو bilan وتغسل toza suv bilan ما في qo'yib ضرر badaniga متى يكون yuvinib هناك chiqadi. ضرر Buni esa حينما zarari yo'q. يترك هذا Qachon السائل zarari يصل على bo'ladi? الجسم Aralashma ويكون suvga يتركه نصف cho'milgandan ساعة على keyin الجسم yarim soat ما shunda قال badanida qoldirsa. الشيخ الرومي ما قال Senga هكذا kim aytdi bunday qilgin deb? Hech kim aytmadi. الشب Sheyx فيه Rumiy bunaqa مادة ham يعني gaplarni تهاوي aytmaganlar. الحارة Achchiq والملح tosh, أيضا unda kimyoviy narsa bor, والنساء qizdiradigan. بشرتهم Va حساسة ما yana يتكرر tuz bor. Ular أو bu في لون insonni teriga juda ham يصبح أشقر sezilarli darajada ينبع ta'sir على qiladi الإنسان va buni teri بهذه ko'tarolmay ko'chishni بالشعر boshlaydi يصبح va خشن teri kasalligiga mubtalo وحنون bo'ladi. وبسبب هذا Shunga الأمر qo'shilib soch ham dag'allashadi. نقول Shuning uchun ham biz الذين qo'shimcha اخترعوا kiritib وفسروا ما o'zgartirgan يفعل kimsalar haqida aytamizki, نقول قد يكون ha, لهم foyda فائدة bo'lishi وهو mumkin, بالفعل ya'ni هذا rota وجوده o'simligi va boshqasini ta'siri السوداء bo'lishi mumkin deymiz. له Lekin له bu تأثير aralashma له rumiy تأثير aralashmasi لا تقل deb خلطة aytma رومي deymiz. Rumiy اتركها خلطة aralashmasi رومي qandoq bo'lsa, وتكلم عنها shundoq كما ishlatilsin قالها هذا deymiz. الشيخ Ba'zi وتستخدم insonlar بهذه rumiyni اللغة 7 kunlik وبهذا المفهوم aralashmasini olgan. بعضهم كان يأخذ هذه Vannadagi المكونات suvga السبعة solib, bemorni ichiga بكثافين tushirgan va يأخذ bemor اللون shifo والرائحة topgan. البانيو Bunda teri kasallik والرائحة bo'lmagan, البانيو لا chunki u نتيجة vanna فعالة qabul qilgandan keyin وضع منها shundoq تأثير badanida مادة اسمها qoldirmagan. الماء Hech narsa ما تأثير qilmaydi. هذا إيجابي ولا Aralashmadan سلبي keyin o'z لا xohlagan suv تأثير bilan إذا cho'milib, لاحظ اغتسل foydalanib, بها yuvinib وبعد chiqsa. ذلك Bu يخرج holat bo'laveradi. ويغتسل بالماء مثل ما يريد هذه خلطة الرومي نريد أن نوضح مسألة هامة دائما نسأل المرضى فيها ماذا شعرت مع استخدام Men bir خلطة narsani الرومي ochiqlab ماذا ketmoqchiman. قال لك Biz الراقي har doim bemorlardan وماذا so'raymiz. Nimani وبعضهم يقول sezding? أخذتها Bu مثلا aralashmani بشكل qo'llaganingdan بسيط keyin va وأنت senga ruqachi استخدمتها nima dedi غسلت deymiz. وهكذا وقد U يكون hech narsa استخدامها demagan خاطئ deb aytadi. ما O'zim buni غسلتها ko'rgan edim, شبكتها borib لا magazindan جسمها sotib ضفتها oldim, مع أشياء أخرى qo'llagan edim بعضهم deydi. يقول أنا Natijada هذا سبب boshiga ورودي quymagan bo'ladi yoki xato الخلطة qo'llagan bo'ladi. يعني Yoki ليست qo'llanmadan keyin خفيفة oddiy للأمر suv bilan يقولون yuvilmagan bo'ladi. بطريقة Ba'zilar esa pulini tejab حتى من hammasini يشعر olishmaydi. Bu to'g'ri uslub emas. من الناس To'g'ri uslub بأعراض bilan مثل foydalanish السكتة kerak العامة deymiz. الراقي لابد أن يستشير Ko'pchilik المرضى ماذا insonlarda شعرت turli hodisalar ولا bo'ladi. يكتبهم هكذا Biz maslahatlashamiz. يستفيد فأكثر Nima من bo'ldi deb يستفينا va يعطينا ruqachi هذه الإجابات so'rashi ham ثم يقول kerak, nima فليغتسل bo'ldi deb. Shunda عندما qo'yib يقول qo'ymaydi. يشعر Ko'pincha أنه bemorlar محسور بوضعه gaplashganimizda o'zini ويمضي prostatik إلى kasali bor جدوى deb his بوله qilganini إذا aytadi محسور va بهذا الشكل hojatini يعلم bajarib peshob qiladigan bo'lib qolganini his الإنسان qiladi. إذا كان محصور Oldin bilish عنده kerak, كمية o'zi prostata oldin يعني bo'lganimi يريد yoki yo'q. يخرجها Agar bu يشعر bo'lmagan بأنه bo'lsa, كثر لكن buni لا هذا ishlatganidan بسيط keyin شعرت ko'p هذا peshob الشيء qiladigan bo'lib بسيط qolsa, يعني bu كثير bitta عادي holat. بعضهم Ba'zilarida يقول أشعر terlaydigan bo'lib بعشر qoladi, داخلية hattoki وأنا sovuq أحس joyda ham. ألم في مكان Va معين ba'zilar muayyan joyda بعضهم og'riq his يقول qiladi. إذا خرجت Yana من boshqasi الحمام أخرج hammomdan xursand holida, بشعر kuchga to'lgan holida وأنا chiqadi. بريء Ba'zi بعضهم bemorlarning يقول أخرج uydagilari نشيز rangi خفيف oqarib g'alati bo'lib ومسحوق qolganini aytadi. Yana ويحس ba'zilari بالنمو lanjlashib bo'shashib والنشاط chiqadi. Ko'p وبعضهم uxlaydigan bo'lib qoladi. أهل المريض Bir necha يرون kundan keyin نتيجة tanasida والله خرج issiqlikka بيته o'xshash سليم narsa وبيته toshadi. صافي متحسن Ba'zilar aytadi, aralashmadan keyin وبعضهم يقول toshmalar يشعر avrat joylarida bo'lmaydi. ووصل Balkim إلى حديث qo'lida أنه ikkita, u خرج yerda, bu yerda, uchta من ikkita, yoki الحمام ikkita uchta bo'ladi deydi. أنه يعني رجل Biror ومتدين erkak yoki ayol oldin o'zida nimalar وأنه bo'layotganiga يشرب qarash هذا الشيء kerak. وينام Keyin نوم aralashmani qo'llagandan keyin بعد nima يوم farq مرة ثانية bo'layotganiga ممكن تظهر حبوب 2 في yoki الجسم 3 حبوب 4 في kunlardan الأعراض keyin قد solishtirib يكون qaraydi. فاعل هذا الشب والملح فيه Yana حرارة ba'zilar يقول ushbu هذه qo'llanmani مثلا في الحالات qo'llayotgan الحساسة paytida لما 7 kun تظهر davomida shu kunlar تدريجيا orasida تدرين tushida أنها ba'zi مثلا narsalarga 4 dalolat 5 qiladigan أيام narsalarni ko'radi. أكثر من يقولون Bu ظهرت faqat حبوب juda kam كاملة hollarda في uchraydi, الجسم ogohlantirib أو aytaman. مثل الكدمات أو مثل لون مختلف عن الجلد سواد في مكان معين أو مثل كدمات ظهرت بعد استخدام الخلطة لهذا نحن نقول قبل استخدام هذه الخلطة الإنسان الرجل أو المرأة ينظر في المرآة حتى ينظر في جسمه العلامات التي هي موجودة في جسمه أصلا ثم بعد الاغتسال يبدأ ينظر ويرى ما هو الفرق بعد Haligi inson aytadiki, bir joyda sehr ko'milganligi بعضهم في va هذه borib الأيام sehrini بعد botil qilib يغتسل shifo فيها topganligi يرى haqida بعض menga aytgan. Bu borada bir ikki وهذا شيء marotaba eshitganman. بعضهم وهذا نادر Ba'zilar yana men وهذا haqimda نادر gapirayotganini ko'rganman
qilaman degan. Qanday deyilganda, har doim falon va falonchi hasad bilan bir narsani doim gapiradi degan. Biz shunda ularni o'zini olib kelmasdan, tahorat qoldiqlarini olib kelgan, cho'milgan deganmiz. U bu ishni qilgan va o'zida yengillik his qilganini aytgan.
va bu طول الشهورية seni والحسد، bu وذلك kimsalardan أن yetgan aziyatlarga القرآن sabab لم bo'lishi mumkin deyilgan وأنت unga. اليوم حاول تأخذ Ba'zilar أسباب aytadiki, وتغتسل aralashmani تغتسل ishlatgandim, juda yengil bo'ldim, alhamdulillah degan. وأنه غالبا Ba'zilarda لا boshqa عدد hodisalar bo'lgan. من 7 هؤلاء kunlik muolajani 1, 2, 3 بعضهم marta takror يتصور الدواء foydalangandan keyin عليها o'zida yengillik his qiladi. إلى 7 Endi تعريفه، u وهناك أعراض kishi نقول حاول shu أن zahoti تضيفها مرة ushbu qo'llanmani تعيدها، to'xtatadi. يقول هناك أعراض نقول Bu عيدها مرة aralashmada zarar ثانية yo'q, تعيدها، lekin يقول Sheyx الآن Rumiy أنت homilador تشعر ayol va tanasida بالألم jarohat bo'lsa الآن qo'llama وهو deganlar. Lekin هذه ba'zi homiladorlarda qo'llaganimizda وأسباب juda الاستدامة foydali والنشاط. bo'lgan va bolaga hech الرمي qanday طبعا zarar يبقى etmagan. بالنسبة للمرأة Yana bir يبقى holat, qo'tir المرأة kasalligi التي لها yoki جروح teri يصيبها kasalligi bo'lgan بالاستخدام ayollarda إلى qo'llanilganda أن بعض foyda juda الحوامل yaxshi, a'lo استخدمنا darajada هذه bo'lgan. الخلطة وجدنا فائدة Biz وفائدة جيدة aytamizki, فعلا. bu holat ko'z والشيء tegishidan الثاني yoki الذي shikast عندهن yetgandan bo'ladi. U إكزيما bu أو qo'llanmani بصرة to'g'ri مائية أو qilgan, مرض tez جلدي، cho'milib chiqqan va tanasida بعضهن aralashma تجربنا suvini قالت qoldirmagan. أستخدم العلاج Bir فاستخدمته ajoyib holat وكانت bo'lgan edi. Bir النتيجة kishi meni oldimga ممتازة kelganida, جدا. men unga bunday, نقول mana كيف bunday هذا qilasan يتم؟ degan edim. قد يكون U xo'p بسبب deb هذا، ketgan edi. Keyin خاصة إذا كان ko'rsatmalarimni الاغتسال esdan سريع chiqarib, ويأخذ o'zicha الإنسان ichishni ما boshlagan. يجب عليه Keyin telefon qilib, كما "Vallohi sheyx, قلنا. birinchi kundan وحلفهم qiynalishni وهذه boshladim" dedi. توبة "Nima حقيقة يا qiynalyapti?" أحد. dedim. وقلت "U له كيف yarimaga ham كذا وكذا bormayapti, وهذا هو oshqozonga السبب. botyapti" ماذا dedi. فعل؟ ذهب "Senga للشخص hech kim ichgin demadi-ku." واتصل قال "Allohga والله qasam sheyx, man uni تعبت من ichdimda, أول يوم kechasi أنا bilan في الغرفة azoblanib, ما ichim تكلمت. ketib mazam قال والله bo'lmadi" ما dedi. سمعتكم إلا نصفها. Subhanalloh. قيل في Aralashmada o'zining المرأة ta'sirlari ما bor. حق؟ قال والله Alloh شهر. qadar qilgan ekan, bo'libdi shu كيف ish. تشربها؟ ما حق قال لك Keyin تشربها. buni to'xtat قال deyildi. والله شربتها Bunaqa كثيرا qilmaslik لأني kerak. أنا أتلوى. Shuning uchun قال biz وضعفني aytamizki, بطني kim rumiy aralashmasi haqida وحالتي og'iz سيئة. ochsa, قلنا bu سبحان الله. aralashmani o'zini إن holidek هذا qilinishi lozim ekanligini, فيها oddiy suvga aytilgan narsalarni solib ذكرنا في ko'rsatma الخطة. الآن bo'lishi ننبه الأحبة darkorligini aytib لهذا الأمر. ta'kidlaymiz. والإنسان إذا تكلم قال خلطة الرومي Ha, yana نقول boshqa qorishmalar ham الفائدة bor, التي كانت lekin فيه ularni الآن xohlagan boshqa odamingga nisbat ber. الصدر Rumiy والمعدة aralashmasiga والأدوية emas. Va وطريقة aytdimki, bu الاستخدام qorishma الخاطئة. bor, الخلطة uni أخرى ishlatdik, تنسبها unda إلى achchiq tosh, الشخص. لا تدخل في uksus, التفاصيل. limon, قل هناك asal va صفات boshqa وصفات narsalar كل bor شيء degan. وسن Lekin bu rumiy وبالنسبة aralashmasi deb للموز aytmagin. مثلا وقسم Rumiy التمر aralashmasini والعسل bayon وأي qilib شيء tushuntirdim لا تقل va هذا qanday خلطة qo'llanishni رومي. ham. نسأل الله سبحانه Bemor وتعالى. buni qo'llashda وفصلت o'zida وبينت sodir ما bo'layotgan هي narsasiga خلطة e'tibor bersin. الرومي وكيف U o'zida تستخدم his والأعراض qilyaptimi التي قد yoki يشعر hech بها bir الإنسان narsani حتى his ننتبه إليها. هل qilmayaptimi, هو عنده شك anglasin, bilsin. أو أنه Bu ما sizlarga يشعر aytiladigan بأعراض gap edi. معينة؟ Assalomu وعليكم alaykum السلام va ورحمة الله rahmatullohi va وبركاته. barakatuh.